Salom do'stlar, sizlar charchaysizlarmi? Inson vahshiy haqiqatdan ham hozir patolog qilyapti odam. Chimchiq uyasi bor ekanda, endi qonuri to'silar orasiga qilgan. Endi men nima qilishni bilmay turibman. Endi uni buzish kerakmi? Yo patologdan kichkina teshikcha ochib ketish kerakmi? Nimaki ko'rib odam rahmi keladi-da. Hozir sizlarga chimchiqlarni ko'rsataman, qanaqa xafaligini. Uyini oldidan ketolmasdan yuribdi, bechoralar. Men nima qilishni bilmayapman-da. Nima qilayin? Mana o'sha chimchiqlar. Bechoralar. Uyga kirolmasdan turibdi. Uy buzilyapti, endi bular nima qilayin? Chimchiqlar endi nima qilayin? Chimchiqchalar. Ko'ngli odam maligi bo'sh bo'lsa, hech kimga ozor bergisi kelmas ekanda. Qarang. Uyga qidiryapti-da endi. Shu to'sinning orasida bo'lganda uyasi. Xotirjam kirib chiqib yurgan. Mana patolog qilib endi. Bular uyasi buzilib ketdi. Ana turibdi. O'sha bitta yog'ochdan uy qilib qo'ysam, yashil yashaveradi qishletda. Mayli. Shu videoni sizlarga bo'lishmoqchi edim. Endi kuniga YouTube'ga to'g'risi ochig'ini aytganda bittadan video qilib turish kerak-da. Bo'lmasa uni kanal rivojlanmaydi. To'g'ri tushunasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Biz endi oddiy bolamiz. Mana shuni o'zim qilyapman, uchastkamiz. Bir kishi ham patolog qilsa bo'lar ekan bularga, qarang. Xudoga shukr qo'limdan kelardi. Shunday qilib bitirib yotibman. Hozir bir marta usta ham palon pul deydi-da. O'shanga yaxshi qo'lingizdan kelsa, chimchiq qarang. Yana uchib ketdi. Qo'lingizdan kelsa, yaxshi materialni yaxshisidan olib ust ishlatdim deb ko'rasiz. Ham o'zingizga moshni material olgan bo'lasiz. Sog' bo'linglar do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar iltimos.